Mana aka Nodirbek Hakimovdan oldik apparatni, Tojikistonga olib keldi. Xudoga shukr, yaxshi mana. Ishlashi ham zo'r, mana chiqib yotibdi. Aldaganlari yo'q. Mana shu toshto aytgan gaplari, mana shu nimalari garantiya berganlari mana bo'ldi. Xudoga shukr, mana yaxshi chiqib yotibdi. Ish qilib bu odamdan olsangiz baraka topasiz. Mana nimalari ham, qonlari ham mana chiqqan. Hozir mana sushilkaga kirib ketadi. Mana tayyorlash nimalari. Zo'r aka. Rahmat Nodirbek aka, baraka toping aka. Biz rozi apparatni olganimizdan. Siz ham rozi bo'ling aka. Assalomu alaykum do'stlar. Oqqan ishlab chiqarish apparati bitta video obzor qilyapmiz mana aka. Akalar kimga shunaqa stanolar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Naqd pulga plastikka savdo qilamiz. O'rta Osiyoni xohlagan yerlarga kelishilgan holatda dastlabkalarimiz bor. Rossiyani ham xohlagan yerlarga kelishilgan holatda dastlabkalarimiz bor. Mishalkalarimiz 220 ga ishlaydi, ham to'qqam ishlaydi, ham ruchnoy ham ishlaydi. Mana 64 talik qalbimiz. Drabilkalarimiz 220 ga ishlaydi akalar. O mishalkalarimiz aka ham to'qqam ishlaydi, ham ruchnoy ham ishlaydi mana. Tayyorlari bor aka. Mana